Almaydimi? Balki men bu farzandlardan kechib ketganim bilan Alloh menga balki umuman farzand bermas bundan keyin. Autizm eng og'ir ruhiy xastaliklardan biri hisoblanadi. Bu dardga yo'liqqan insonlarga ko'maklashish, ular to'laqonli hayot kechirishga sharoit yaratib berish bugun ko'plab davlatlarda dolzarb bo'lib qolayotgan bir paytda bag'ri kengligi bilan e'tirof etiluvchi O'zbekistonimizda ayrim kishilarning bu kasallik bilan tug'ilgan begunoh bolalarni odam o'rnida ko'rmay, qo'l uchida ko'rsatib jamiyatdan ajratishi achinarli hol albatta. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Shahnoza opa ham autizmga chalingan ikki go'dagini yolg'iz katta qilmoqda. Uning hikoyasi kimnidir chuqur mulohazaga chorlasa, yana kimnidir shukur qilishga undaydi. Men Yakubova Shahnoza 2010-yildan beri Yangiyo'l shaharda istiqomat qilib kelaman. 2010-yil turmushga chiqqanman. Turmush o'rtog'im bilan birga Rossiya Federatsiyasiga ishlashga ketganmiz. Turmush o'rtog'im necha yillardan beri Rossiya Federatsiyasida ishlagani uchun meni ham o'zi bilan birga olib ketdilar to'ydan keyin. Bu yoqda 6 yilcha yashadik taxminan. Farzandlarim Rossiya Federatsiyasida dunyoga keldi. Birinchi qiz farzandim 2012-yil dunyoga kelgan. Orqasidan 2014-yil o'g'lim Jahongir dunyoga keldi. Qizim tug'ilgan vaqtda cherpni davleniya bilan tug'ilgan miyasida. O'g'lim yaxshi, sog'lom, hech qanaqa kuchli kasal bilan tug'ilmagan. Qizim ham, o'g'lim ham autizm bo'lishini tasavvuram qilib ko'rmagan, xayolimga ham kelmagan bu narsa. Autizm kasalligi haqida men avval umuman eshitmaganman. Tug'ilganda juda ham ko'p yig'lardi. Kechqurunlari uxlamasdan ba'zida ko'chalarga olib chiqib ketgan vaqtlarimiz bo'lardi. Qanday bo'lmasin tinchlantirsak bolani. Keyin doktorlarga borib maslahat qilib, nimaga unaqa bo'ldi, nimaga ko'p yig'layapti. Shu boshida cherpni davleniya bilan tug'ilganligi uchun ko'p yig'laydi bola. O'sha miyasini siqib, havo yetmasligidan shunaqa bo'ladi. Undan keyin o'g'lim tug'ildi. O'g'lim juda ham qizimga qaraganda juda ham og'ir, spokойный bola bo'lgan. Ikkalasi ikki xil tabiatli bolalar. Lekin ikkalasi ham bir xil tashxis autizm. Cherpniga biz lecheniya olganmiz. Nevropatologlar bilan maslahatlashib, tabletkalar, kaplilar, har xil dorilar yozib berib, keyin o'zi tinchlanadi, o'ziga keladi, hech biron asorat qoladi deb o'ylamaganmiz. Turmush o'rtog'im bilan birga 1 oyligida davolashni boshladik qizimni. Autizm kasali u vaqtda aniqlanmagandi. Qizim 3 yoshga to'ldi, hali gapirishni bilmasdi. Tiniq gaplari yo'q edi, 4-5 ta gaplari bo'lardi qizimda. Biz u orada O'zbekistonga qaytdik. Yaqinlar, qarindoshlar, ba'zilar tili kech chiqadi, ba'zi bolalar kech gapiradi, sen o'zing kech gapirgansan, shunaqa tinchlantirib, unaqa jiddiy e'tibor berish bo'lmadi. Haqiqatan kech chiqsa kerak. Lekin bitta ikkita so'zi bor. Asosiy gaplarni aytishi mumkin. Aya, dada, ovqat yeyman, yemayman, shunaqa gaplarni gapiradi, ishonib yurardik. Vaqt o'tdi. Orqasidan o'g'lim katta bo'ldi. O'g'limda ham xuddi shunaqa gapirmaslik. Opachasi gapirsa, o'g'lim ham gapirib ketadi. Shunaqa uydagilar, qaynonamlar shunaqa tinchlantirishdi. Ko'p aytishardi, bolani hadeb doktorga olib boravermaydi, ko'p dorilarning zarari bor, hadeb yugurtiravermanglar, sizlar jinni qilib qo'yasizlar bolani, shunaqa ko'p urishardi qaynonamlar. U orada 2016-yil qaynonam olamdan o'tdi. Undan keyin hali ham farzandlarim gapirmaganini ko'rib, keyin o'sha ko'proq harakat qilishga o'tishdik.
yo'q bo'ldi, bular уже gapirmaydi. Уже 5 yoshga kiryapti, 4 yoshga kirdi. Gapirmaydi, nimadir qilish kerak. Oddiy bog'chaga qo'yishga harakat qildik. Aytishdi, maxsus bog'chaga bersangiz, u yerda logopedlar bor. Logopedlar bilan ishlab, bola gapirib ketishi mumkin. Keyin maxsus bog'chaga o'chirtga qo'ydik, ikkalovsini ham. U orada boshqa joylarga, internetlarga, boshqa aynan Yangiyo'ldagi emas, Oqqo'rg'ondagi bog'chalarga shunaqa olib borib, hatto vaqt o'tmasin, hatto bolalarga qo'shilsin, bog'chalarda o'ynasa balki gapirib ketar, balki harakat bo'lar deb Oqqo'rg'onga olib borish boshladim bog'chaga, maxsus bog'chaga. Lekin u bog'chada 3 kunmi, 4 kun yurib, o'sha bo'ldi. Sizni bolangiz baribir odam bo'lmaydi. Undan ko'ra internetga topshiring. U vaqt o'g'lim 3 yoshida. 3 yoshli bola hali oyoq kiyim kiyishni bilmaydi. Shunaqa komissiya yig'ilar ekan maxsus bog'chalarda. Siz bolangiz baribir odam bo'lmaydi, nima qilasiz? Bir emas, ikkita yana sizni topshirib yuboring bolangizni. O'zingiz uchun yashagingiz kelmayaptimi? Hali yoshsiz-ku. O'zingiz uchun biron sog'lom farzand tug'ishni xohlamaysizmi? Sizni ham kimdir aya deb chaqirishini istamaysizmi deb hammani oldida aynan nevropatolog shunaqa gaplarni gapirdi. Undan keyin farzandimni u bog'chadan olib chiqib ketdim. Chunki haqiqatan o'sha men yaxshi gapirganimda u bog'chaga borishni xohlamadim. Yangiyo'lga qaytib keldik. Yangiyo'lda bog'chaga chaqirishdi. Navbatiylar keldi, kelinglar. Ikkalasi orqama-ketin bog'chaga bordi, maxsus bog'chaga. O'sha vaqt so'ragam, nima qanchalik shu imkoniyat bor bolalarim gapirib ketishiga, zavedishisiga kirib so'radim. Nurzoda opa edilar. Aytdim, men xodimlarimga ishonaman, menda kuchli logoped, defektologlar ishlaydi. Xudo xolasa bolalaringiz gapiradi. O'sha vaqtda men uchun unaqa gaplar qanaqadir ertakdek aldayapti, tinchlantiryapti odamni. Mani bolalarim gapirmasa kerak, o'sha 4 yosh, 5 yosh bo'ldi. Shu vaqtgacha gapirsa gapirardi. Mayli, chiqmagan jondan umid, shunaqa deb ketgan kunlarim bo'ldi. Orada 2018-yil turmush o'rtog'im olamdan o'tdi. Rossiya Federatsiyasidan shunaqa xabar keldi. Bir kun oldin gaplashgan odamim ertasi kuni yo'q. Kasal bo'lganda echinokok bilan kasal bo'lgan ekan, biz uni bilmaganmiz, xabarimiz ham bo'lmagan. Bir kun oldin gaplashganmiz, yaxshi gaplashib, bolalar haqida, kelajak haqida hammasini gaplashib, ertasi kuni telefon qilyapman, telefon ko'tarmaydi. Mayli, uxlab qolgan bo'lsa kerak. Obedlarga yaqin telefon bo'lib, shunaqa turmush o'rtog'ingiz olamdan o'tdi. O'sha vaqtda birinchi xayolim kelgan narsa, как будто ular meni aldayapti. Что bizdan qochib ketyapti. Shunaqa bo'lgan. Biz bezor qilganmiz o'sha odamni. Ikkita kasal bolam bilan shunaqa xayollar keldi. Ishonish qiyin bo'ldi, chunki bir kun oldin gaplashgan odamim ertasi kuni yo'q. Shundan keyin bir hafta turmush o'rtog'imni jo'natishini kutdik u yoqdan. Bir hafta qanaqadir menda umid bor edi, turmush o'rtog'im tirik hazillashyapti. Men bilan hazillashyapti, prosta shunchaki qanaqa vaziyatga tushar ekan, nima qilar ekan. Chunki bolalar juda ham yaxshi ko'rardi. Har doim Shahnoz, agar menga biron narsa bo'lsa, sen bolalar tashlab qo'ymaysanmi? Sen bolalardan kechib olmaysanmi? Hech qachon turmush o'rtog'im bo'lgan vaqtda kelajakda o'ylab siqilmaganman. Chunki agar men bo'lmasam, turmush o'rtog'im baribir bolalarimga mendan yaxshi qaraydi, yaxshi ota. O'sha narsaga ishonganman. Birinchi xayolim kelgan narsa, undan keyin
odamlar hamma tarqiydi o'ylayman. Qanaqa qilib bitta o'zim ikkita bolani, kasal bolani katta qilaman. Sabrim yetarmikan, kuchim yetarmikan. U vaqt hech joyda ishlamasdim. Har doim bolalar bilan uyda o'tirganman. Ishlagim kelganda ishga chiqayman ham, odamlarga qo'shilishib, shunaqa ish o'rganing biron degan takliflar qilganimda, hali ishlaysan ham, hali bezor ham bo'larsan, hali joningga ham tegadi pul topish, sabr qil. Har doim shunaqa yaxshi gapirardilar. Sabr qil. Aytganlaridek bo'ldi haqiqatan. O'sha turmush o'rtog'im olamdan o'tgandan keyin qanday bo'lmasin, ro'zg'or qilishim kerak edi, bolalarimni boqishim kerak edi, dori-darmonlarga pul topishim kerak edi. Turmush o'rtog'im bor vaqtda farzandlarimga hech qanaqa davlat tomonidan pensiya yoki yordam puli olmaganman. Undan keyin hatto bu ozgina bo'lsa ham, qancha pul bo'lsa ham deb harakat qilishga tushdim. Bolalarim bitta dorisi uchun ham. Chunki nevropatolog yozadigan dorilar haqiqatan ham qimmat. Hamma ota-onalari puli yetavermaydi bu narsaga. Turmush o'rtog'im o'tgandan keyin pashti 1 yildan oshiq hech qanaqa lecheniya olgani yo'q bolalarim. Vaqti bo'lar dorilarga pul bo'lmasdi, o'zimiz yeb ichishimizga pul qolmay qolardi. Bog'chaga olib borardim, olib kelardim. Qarindoshlar bor, yordam berib turishdi. Lekin menda shunaqa narsa pulim yo'q deb aytishga uyalardim. O'zim akamga, ukamga, dadamga telefon qilardi. Shahnoza, nima bor, nima yeb ichyapsan? Nima yeyapsizlar? Pulinglar bormi? Ha, bor. Bor. Hech qachon yo'q, men och qoldim yoki pulim yo'q degan gap bo'lmagan menda. Chunki uyalardim. Hech qachon turmush o'rtog'im bor vaqt pul so'ramaganman ulardan. Men uchun juda ham bir og'ir vaziyat bo'lgan o'sha vaqtlar. Bog'chaga borardik, autizm kasal bilan kasallangan bolalarda shunaqa bitta narsani har kuni qaytarish kerak. Har kuni bir xil narsa. Masalan, bog'chaga boradi, qaytib kelganda magazinga kiradi, o'sha narsani har kuni olish kerak. Bittasi sariq napitka olsa, bittasi qora napitka olish kerak. Kamida 40 ming, 50 ming rasxod qilishim kerak har kuni. Yo'q, bu mumkin emas. Buni olish mumkin emas. Bunga pulimiz yo'q, bunga pulimiz yetmaydi degan narsani tushunmaydi ular. Bittasi o'ng tarafga tortsa, bittasi chap tarafga tortadi. Ikkalasi ikki xil xarakter. Hech qanaqasiga tushuntira olmaysiz, bu narsa bizaniki emas. Ko'chada bitta bo'lachada samokat ko'rdi, velosiped ko'rdi, xuddi shunaqasi kerak menga. Bo'ldi, olib berishingiz kerak, qandoq bo'lmasin. Unga tushuntira olmaysiz, agar yo'q desangiz, o'zini o'zi borib devorga urishni boshlaydi boshini. Jahl qilib baqirishni boshlaydi bor ovozi bilan. Yig'lashni boshlaydi, isterika qilishni boshlaydi. Mana sizga unda harakatga yangi olib bo'lmas. Qara. Majbur qanday bo'lmasin olib berish kerak o'sha. Oxirgi vaqtlar o'sha bolalarim kam bo'lmasa nimadir qilishim kerak deb turmush o'rtog'im hayotliklarda juda ham ko'p tilla taqinchoqlar shunaqa sovg'a qilganlarda indamasdan uydagilarga hech kimga yetmasin sotib, bolalarim kam bo'lmasin dorisiga, o'yinchog'iga deb ishlatgan kunlarim bo'ldi. Keyin o'sha bo'ldi. Qanaqadir jiddiy ish boshini tutish kerak, ishlash kerak. Faqat davlat bergan, kimlardir qarindoshlar bergan pulga yashab bo'lmaydi. Yaxshi odamlar turtkisi bilan, yordami bilan salonga shogird bo'lib tushdim. Manikyur, pedikyur, tirnoq qilishga ozgina bo'lsa ham qiziqishim bor edi. Ustozim boshqa shogirdlarga qaraganda meni 6 oy yonlarida olib yurdi. Sharoitim bilib, yo'q, sen yaxshi o'rganishing kerak. Sen bolalaring boqishing kerak. Sen shu ish orqasidan pul topishing kerak. Bo'ldi, o'rganding bor, endi ishla deb chiqazorgan yo'q. 6 oy yonlarida olib yurib, ishni o'rgatib, o'sha ustozim orqasidan ishga chiqib, non topish boshladim. Bolalarim kam qilmasdan hamma ehtiyojlariga pul topishni boshladim.
turmush o'rtog'im olamdan o'tgandan keyin har kuni bugun nima bo'lar ekan, bugun kim javba qilar ekan farzandlarimdan. Shunaqa ertalablar uyg'onardim, shunaqa vaziyatda uyg'onardim. Chunki o'g'lim juda ham sho'x, gapga tushunmaydi. Ko'chaga chiqib ketadi, kimnidir uyiga kirib ketadi. Shunaqa gaplar eshitib qaramaysizmi bolangizga? Bu jalbalar har kuni. Bugun kim nima derkan? Bugun kim nima jalba qilar ekan? Bugun nima bo'lar ekan? Har kuni nimadir. O'sha vaqti bo'lardi, kechqurunlari yostig'i boshimga bosib olib yig'lab, baqirib yig'lagan kunlarim bo'lardi. Yetardi, baqirgim kelardi. Lekin hech qachon shu farzandlarim kasalligini bilgandan keyin ham menda, turmush o'rtog'imda shunaqa gap bo'lmagan. Nimaga meni farzandim unaqa tug'ildi? Nimaga meni bolam kasal, hammaniki sog'lom degan xayol hech qachon bo'lgani yo'q. Farzandlarim hali 8-9 yosh bo'lsa ham hali biron bir marta ayajon deb gapirganini eshitmaganman. Bu yuk bilan yashash hammaga ham emas. Buni ko'tarib yurishi o'zi bir og'ir, katta dard. Lekin shunda ham ko'chada kulib, har doim ko'pchilik savol beradi, qanaqa qilib shuncha kasal farzandlaring bo'lsa ham o'zingga, bolalaringga vaqt ajratib, har doim kulib yurib, hech qachon hayotdan nolimasdan yurish. Keyin ko'p doktorlar aytadi, qiyin emasmi, og'ir emasmi ikkita farzand bilan birdaniga turmush o'rtog'ingiz yo'q bo'lsa? Yo'q, o'sha to'g'ri qabul qilganman, o'rganib bo'lganman bu narsaga. Ko'p gaplar bo'ldi. Turmush o'rtog'im olamdan o'tgandan keyin ko'pchilik bo'ldi, Shahnoz topshirib yuboradi bolalarni. Bo'ldi, eplolmaydi bolalarni degan gaplarni ko'p eshitdim. Lekin unaqa gap umuman xayolimga kelmagan. Men farzandlarim topshirib yuboraman. Chunki men bir kun ham farzandlarimsiz yashagan ona emasman. Har kun yonimda, har kun birga. Bir kun bo'lsa, kuni bilan ishda bo'lsam, o'sha kechgacha shu ishimni tezroq tugatsam, uyga borsam, shunaqa bo'ladi. Bir kun ko'rmaslik tasavvur qila olmayman farzandlarimni. To'g'ri, o'g'lim sal sho'xroq, lekin qizim juda ham og'ir bosiq bo'lgani uchun ba'zida uyda borligi bilinmaydi. Uyda ham o'zi nima qilyapti, shunaqa o'ylab qolaman. Yugurib borib qarasam, indamasdan spokойный xonasida o'tirgan bo'ladi. Qizimda shunaqa odat, har kuni bir xil kiyim kiyish kerak. Oylab, yillab bitta kiyim kiyadi. Autizm bolalar shunaqa bitta narsaga juda ham qattiq o'rganib, o'sha kiyimi chirib, tamom bo'lib ketmaguncha kiyadi. Ko'chadan kelgan odam aytadi, onasi qaramaganmi? Ustiga qaranmaydimi bolasini? Shuncha kir yuribdi kiyimi. Aslida unaqa emas. Men yaxshi gapirib, ursam ham, yaxshi gapirsam ham o'sha kiyim ustidan yecha olmayman. Majburlab yechib, bir marta yuvguncha kutib turadi. Qizim 1-sinfga 103-maktab internatiga joylashtirdim. U vaqtda qizim sal bo'lsa ham yengilroq edi kasali. Umid bor edi deb o'ylayman. Chunki yozishga, chizishga, odamlarga qarab, sal e'tibor berib, odamlar qilganini qaytarishga harakat qilardi. 1-sinfga bordi. Maktab internatiga nima bo'lgan taqdirda ham turmush o'rtog'im bo'lmagani uchun ham ona bo'laman, ham ota bo'laman. Hech kimdan kam qilmayman. Yaxshi yegizaman, yaxshi ichiraman, hamma dorilarni vaqtida olaman deb harakat qilib. Даже bo'lardi, kechqurunlar klientlar uyiga borib, tirnoqlarini qilib, shunaqa vaqtlar bor, soat 10-11 gacha bo'lardi. Bolalarim ustidan qulflab ketgan vaqtlarim bo'lardi. Bozorga borishim kerak, qaraydigan odam yo'q bolalarga. Gazni o'chiraman, svetni o'chiraman, ustilaridan qulflamay yugurib bozorga borib kelaman. Qizim maktabga chiqqandan keyin o'sha qizingiz o'rgana olmaydi, olib keta olmaydi baribir. Nima qilasiz? Har kuni qatnayardik. Maktab internati yotib qoladigan o'z yordamchi maktab o'tdi.
lekin yotib qolishga ko'nishmadi ular. Autizm kasalli bolalar kechqurun uyg'onib olishi mumkin, kam uyquli bo'lishi mumkin, boshqalarga xalal berishi mumkin. Men ularni to'g'ri tushundim. Har kuni olib borib kelardim. Soat 6:30da turaman. Maktabga olib boraman, qaytib kelaman. Ishga qo'shnimga iltimos, bugun o'g'limni bog'chaga olib borib turing. Kalitni qo'shnimga tashlab ketaman ertalab 6:30da. Qo'shnim soat 8da tushib o'g'limni bog'chaga olib ketadi. Orada jiyanlarim keladi, yordam beradi, bir hafta 10 kun turadi. Shunaqa birinchi sinfda amallab zo'rg'a tugatdik. Ikkinchi sinfda o'sha karantin boshlandi. O'sha maktabdan so'ng u maktabga отказ yozib, qizimni chiqazib olganman. Chunki yildan yilga ahvoli og'irlashib, odamlardan uzoqlashib, qizimning xarakteri shunaqa, hech kimga qo'shilmasa, hech kimni ko'rmasa, bitta xona uniki bo'lsa, hech kim bezovta qilmasa uni, soatlab ayam qayerda, nimaga ko'zimga ko'rinmayapti. Ba'zi vaqt bo'ladi och qolganini bilmaydi. Ba'zi vaqt bo'ladi to'yganini bilmaydi. Farzandlarim men uchun oddiy bolalar deb qo'ygan, oddiy sog'lom bolalar onasini qanday tushuntira olsa, tushunsa, xuddi shunaqa. To'g'ri, ular boshqalar ko'zida boshqacha bolalar. Ko'pchilik haqorat qiladi. Jinni bu, soqov bu, eng ko'p eshitadigan gap. Soqov-de bu bola. Soqov bular. Invalid-de, shunaqa ko'p eshitaman unaqa gaplarni. Lekin orqadan aytishadi. Masalan, bolalar bilan o'ynayotganda, o'ynama u bilan. U invalid, u soqov, u nimani o'ynaysan u bilan? Sen jinnimisan? Chetroq tur undan. Lekin farzandlarim biron kimga zarar yetkazmaydi. Xavf tug'dirmaydi, birdaniga borib urib qoladigan odatlari yo'q. Naborot ular qo'rqoq, shunaqa qo'rqoq, baland baqirgandan qo'rqadi. Biron kim qattiq kulib yorsa qo'rqadi. Oddiy pulsos ishlatmoqchi bo'lib yoqaman. O'sha qo'rqib, preski ko'rpani ustiga yopib olib, divan tagiga kirib ketadigan, qochishga joy topolmay qoladi. O'shaning uchun iloji boricha baland emas, sekin gapirishga harakat qilaman uyda ham. Qo'rqitib yormay, baqirmasdan gapirishga harakat qilaman. Ko'chada janjal bo'lsa, olib qochishga harakat qilaman. Chunki bitta baqir-chaqir eshitgandan keyin bir hafta o'zlariga kela olmaydi. Asabiylashadi, jahli chiqadi. Uni urishmagansiz. Siz unga gapirmagansiz. Boshqa odam, boshqa birov bolasini urishyapti, u xayolda meni urishdi bu. Meni urishdi. Shu bilan yig'lab, o'z-o'zidan yig'laydi. Birdaniga kayfiyati ko'tariladi, birdaniga tushib ketadi. Vaqti bo'lgan, menga farzandlaringdan kechgin bo'ldi. Sog'lom farzand kerak, kelajagingni o'yla. Seni kim boqadi kelajakda? Shunaqa gaplar bo'lgan. Men aytadigan gapim, siz ertangi kuningizni bilasizmi? Ertaga nima bo'lishini? Seni kelajakda kim boqadi? Balki o'sha kelajak yo'qdir menda. Balki men bu farzandlardan kechib ketganim bilan Alloh menga balki umuman farzand bermas bundan keyin. Balki bergani bilan kasal farzand beradi. Balki 1000 sog'lom farzand bergani bilan kelajakda u farzand meni boqmas. Ota-onalar urushib ketadi, bir-biridan ayb qidirishni boshlaydi. Bu meni emas, seni aybing. Yoki chetdagilar aytadi, bular ko'p gunoh qilganda, gunohga yarasha, "Sen meni o'tmishda tanirmiding? Qatdan bilasan men gunohim bor yo'qligini?" Unaqa emas, eng Xudoning eng suyukli bandalari, kasal farzandlar. Ularga qarash o'zi bir baxt. Ulardan ketish kerak emas, hech qachon boricha qabul qilish kerak ularni. Jannatni kaliti deb bekorga aytishmaydi bu bolachalarni. O'shaning uchun sabrli bo'lish kerak. Ba'zi vaqtlar bo'ladi, o'ylanib qolaman, 10 yildan keyin qanaqa vaziyat bo'ladi? Qanaqa ko'raman hayotni? 10 yildan keyin ham men o'zimga o'zim qizimni sochini tarayotgan kichkina bir hovlichada, to'g'ri, meni farzandlarim boshqa bolalarga o'zi yetib olishi juda ham qiyin. Bu bir mo'jiza men uchun. To'g'ri, men mo'jizalarga ishonaman. Odam hayotda o'zgarishi 1 minutli vaqt. Balki ertaga ertalab tursam farzandlarim o'sha gapirayotgan bo'lar.
man kelajakda turmushga chiqaman, sog'lom farzand ko'raman deb umid qilib yashayotganim yo'q. Chunki shu farzandlar o'zi menga yetadi. Agar yana mabodo kimdir kasal bolasini beradigan bo'lsa, uni ham boqib o'zim farzandlarimdek ko'rishim mumkin. Lekin menga bu kasal bola, bu sog'lom bola deb ajratish bo'lmaydi. Kelgan eng qiyin vaziyat yo'q degan tushunmaydi farzandlarim. Har kuni bog'chaga borganda narsa olish kerak. Vaqti bo'lgan, cho'ntagimda 15 ming pulim bo'lgan vaqti bo'lgan. Yaxshi u darajada hali master bo'lib ishlamayotgandim u vaqtda. 15 ming so'm cho'ntagimda qolgan. Shu men kechgacha qanday bo'lmasin 50 ming so'm topishim kerak. Bolalarim bog'chadan olib kelib, magazinga kirib, ular xohlagan narsani olib berish uchun 50 ming so'm pul bo'lishi kerak menda. Akamga aytishga uyalaman. Uydagilarimga aytishga uyalaman. Nima qilishni bilmayman, cho'ntagimga qaradim. Bog'chadan olib kelishim kerak o'sha. Pulim hali ham o'sha 15 ming. Nima qilishni bilmadim. Qaradim, eshikdan chiqib o'tganda Xudoning o'zi yetkazadi deb chiqib ketdim. Bordim, bog'chaga bordim. Shunaqa ichimdan bir g'alati ahvoldaman. O'g'limni oyoq kiyimini kiydiryapman. Ichimdan har xil gap o'tyapti. Agar turmush o'rtog'im bo'lganda, men shunaqa vaziyatga tushmasdim. Men shunaqa qiynalmasdim. Shunaqa ichimda har xil gaplar o'tib, siqilib, yig'lab borgudek oyog'i kiydiryapman. Bog'chani hamshirasi Nodira opa keldilar-da. Yon tarafimdan cho'ntagimga nimadir soldilar. Kelgan qulog'imga Shahnoza Jahongirga narsa olib berasiz deb o'tib ketdilar. Tushunmay qoldim, nima bo'ldi hozir, nima qildilar ular. Qo'limni shunday cho'ntagimga solsam, chiqasam pul 50 ming so'm. Xuddi aytganimdek 50 ming so'm topishim kerak, Xudoning o'zi yetkazadi deb chiqib ketganimdan xuddi o'sha 50 ming so'm, men xohlagan 50 ming so'm, undan ko'p ham emas, undan kam ham emas. Shunaqa vaziyat bo'ldi. O'sha vaqtda Allohga shukrlar qilib, demak, rizqni faqat Alloh o'zi beradi. Bandalar sababchi. Hech qachon hali shu vaqtgacha voy dod bo'ldi. Men bolalarni topshirib yuboraman deb kechib ketaman degan vaziyatga hali umuman tushganim yo'q. Homiladorlik vaqtimizda bilganman kasal bo'lishini. Chunki turmush o'rtog'im bilan ko'rikdan o'tishga borganmizda, analiz topshirganmiz. Rossiyada aytishgan, sizniki 3-отрицательный, eringizniki 1-положительный. Sizlarning qoninglar hech qanaqasiga bir-biriga to'g'ri kelmaydi. 99% bola baribir nogiron tug'iladi, yo qo'lsiz, yo oyoqsiz. Chunki sizni qon guruhingiz turmush o'rtog'ingizni tushgan embrionni yemirib tashlashi mumkin. Har ham o'ylab ko'ringlar, bolani tug'ilmasligini. Shunaqa deb aytganda turmush o'rtog'im, nima qilamiz deb savol berdi. Nima qilamiz agar ishonmasangiz, mayli, men qarshi emasman. Shunaqa aytgan, yo'q, baribir farzandli bo'lishimiz kerak. Sog'lommi, oyoqsizmi, qo'lsizmi, baribir farzandli bo'lishimiz kerak. Nikohdan o'tishdan oldin medosmotrlarga borganda shu bilganman. Qon guruhim 3-отрицательный, erimniki 1-положительный. Lekin meni o'zim ota-onamniki ham xuddi shunaqa vaziyat. Onamniki 3-отрицательный, dadamniki 1-положительный. Lekin biz sog'lommiz. U bo'ldi, doktorlar vahimasi, bo'lmagan gap, bu yo'q o'zi Xudoning ishi. Mana biz 3 ta farzandimiz, uchalamiz ham soppa-sog'miz. Umuman unaqa vahima qilishyapti. Shunaqa deb o'zim tinchlantirganman. Turmush o'rtog'imga yaqin qarindoshlari bo'ldi, endi 2 ta farzandli bo'lding, ikkalasi ham kasal, senga sog'lom farzand tug'ib bera olmadi. Biron boshqa ayolga uylansang bo'lmaydimi? Men o'zim kelib aytishgan vaqtlari bo'lgan. Bo'ldi, insofingiz bormi? Eringizni qo'yib yuboring. Siz baribir sog'lom farzand tug'ib bera olmadingiz-ku, vijdoningiz qiynalmaydimi? Eringiz otaman deb ko'chada kerilib yurishni xohlamizmi? Sizni farzandlaringiz baribir ota deb chaqira olmaydi-ku, deb aytishganda turmush o'rtog'im, men baribir kechmayman. Xudoning o'zi biladi, balki
men bu farzandlardan ketsam menga yana bitta invalid farzand berar. Mayli qanaqa vaziyatga tushsam ham, nima bo'lgan taqdirda ham, kelajakda bular meni boqmasa ham, baribir shu farzandlarimni kechmayman, ayolimdan voz kechmayman, baribir ketaman. Kelajakda hech qachon bandani qo'liga muhtoj qilib qo'ymasin. Kim qanaqa vaziyatda olamdan o'tishini Alloh o'zi biladi degan gapini eshitganman, oxirgi gapi. Как будто turmush o'rtog'im chetdan qarab turib mendan xafa bo'layotgandek. O'shaning uchun har doim nima bo'lgan taqdirda ham o'zim qo'lga olaman. Urishim kerak emas, bolalar urishim kerak emas, yaxshi gapirishim kerak. Shunaqa vaziyatda ham xonaga kirib ketib yig'lab chiqqan vaqtlarim bo'ladi. O'sha o'tkazib yuborgan vaqtlarda. Ikkalasi ikki tarafdan janjal qilganda. Lekin shunda ham men farzandlarimsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Atrofdagilar, do'stlari, qo'ni-qo'shnilar qanaqa qabul qiladi farzandlaringizni? O'rtoqlari bormi? Boya aytdingiz, bir xil o'ynama u bilan deb aytishadi deb, lekin to'g'ri qabul qiladiganlar bormi yoki qo'ni-qo'shnilaringizni chiqishtirmaydiganlar bormi? Qo'shnilarim hammasi yaxshi. Masalan, 10 ta odam bo'lsa, bitta baribir bor. Bitta yomon odam baribir bo'ladi. Yomonlaydigan bo'ladi, faqat negativ izlaydigan bo'ladi. Vaqti kelgan farzandlarim orqasidan qaysidir qo'shnilarim bilan urushib, talashib, sudma-sud yurib, jarimalar to'lagan vaqtlarim bo'lgan. Lekin afsuslanmayman. Chunki men bularni ham onasiman, ham otasiman. Kimdir kamsitsa farzandimni indamasdan qarab tura olmayman. Odamlar qabul qilishi kerak o'zi. Shunaqa kasallik bor. Xo'p, bir umr kimdir yomonlab, birov farzandini ayblab o'tmaysan-ku hayotda. Bo'ldi, qabul qilaylik. Yaxshi odamlar bor, qabul qiladi qo'shnilar. Masalan, o'g'lim ko'chaga chiqsa qarab turadi. Do'konga borsa, do'konda biladi, o'g'lim o'sha narsani olmaguncha ketmaydi. Do'kondagilar ham o'sha bo'ldi, shu narsani, kerakli narsani beraveradi. Shunaqa o'g'lingiz keldi, olib ketdi. O'sha hamma atrofdagilar o'rganib bo'lgan. Lekin 100 tadan 2 tasi bo'lishi mumkin. Hali ham farzandlarim qabul qilmaydigan, hali ham yomon gaplar gapiradigan, bu soqov, bu odam bo'lmaydi, bu shunaqa katta gapiradiganlar bo'ladi. Lekin ba'zida hayron qolaman, o'sha insonlarning ham o'zlarining farzandlari bor-ku. Kelajakda nima bo'lishi, bir minutda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Bitta gapim, ilohim, shunaqa negativ gapiradigan odamlarga bunaqa farzandlar bermasin. Hali ham shu farzandlar menda. Hali ham meni qo'limda. Agar shunaqa yomon gapiradigan, yomon qabul qiladigan insonlarga xuddi shunaqa kasal farzandlar berganda, ular yo kechib ketardi, bolalar ko'chada qolib ketardi. Lekin ishonaman, Xudo xolasa umrim oxirigacha farzandlarim bilan bo'laman. Hammada shunaqa bo'ladi. Ota-onalarda farzandim orqamdan qolsin degan niyat bilan. Men o'ylayman, ey Allohim, shu farzandlarimga o'zing aql bergin, idrok bergin. Agar mabodo shu farzandlarim shunaqa qolib ketsa ham, mensiz qolib ketmasin. Hech qaysi ona o'zing farzandiga o'lim tilamaydi. Lekin men har doim xavotirdaman. Mendan keyin bular hayoti nima bo'ladi? Chunki bilaman, farzandlarim o'zimdan boshqa hech kim kerak emas. O'zimdan boshqa hech kim tushunmaydi men farzandlarim. Men xohlagani bilan, men yaxshi gapirgani bilan hech kim tushunmaydi. Qizimda bo'ladi, ertalab maktabga shoshib chiqib ketaman. Joylar yig'masdan chiqib ketgan, kech qolib ketsak, yugurib chiqib ketgan vaqtlarimiz bo'ladi. Kelsam, joylar yig'ilgan, choy ichgan, stol usti yig'ishtirilgan, idish-tovoqlar yuvilmagan, lekin joy-joyiga qo'yib qo'yilgan. Shunaqa xursand bo'laman. Yordam beradi, baribir. Ishlar qiladi, taxlab qo'yadi, kiyimlar taxlaydi. Agar o'zini kiyimi ho'l bo'lib qolsa, borib dazmol qilishni biladi. Ko'p narsani tushunadi. Turmushga chiqish haqida takliflar ko'p bo'lgan, lekin men turmushga chiqish niyatim yo'q, chunki arzimagan bitta gaplar odam ko'ngli qolishi hech gap emas. Agar men shuncha qiynalib, farzandlarim otasi yo'q, bular o'zi kasal,
zo'rg'a katta qilyapman-da. Baribir ertaga kimdir yelkasidan turtsa, o'sha men u odam bilan baribir to'yda yasholmayman. O'shaning uchun kerak emas. Chunki sog'lom bolani vaqti kelsa, odamlar qabul qila olmaydi. Meni kasal bolalarim qanaqa qabul qilishi mumkin? Begona odam. Turmushga chiqish niyatim yo'q. O'ylab ko'rishni ham xohlamayman bu haqda. Hammani avvalo o'ziga insof bersin. Kelajakda nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Balki kelajakda meni farzandlarim ularkidan ko'ra aqlliroq bo'lar, ularkidan ko'ra mehribonroq bo'lar. Aytmoqchi bo'lgan gapim kerak emas. O'zingga ham gunoh orttirib, farzandlaringga bekorga yomon ona bu kecha kimdir bolasini gapirib yuruvdi degan gap umuman kerak emas. Asosiysi birov farzandini yomonlamasdan, to'g'ri boricha qabul qilish kerak. Og'irligi tegmayaptimi gapirma. Nima qilasan? Balki 1 yildan keyin meni yurib turgan bolam, seni yurib turgan bolang bor. Invalid deb haqorat qilishadi. Invalid bu soqov. Meni bolam uyda o'tiradi, har doim uyda o'tiradi. Mayli ko'chaga chiqmas. Seni bolang maktabga boradi, biron joyga boradi. 1 sekundda avariya bo'lib, invalid bo'lib qolish hech gap emas. O'shaning uchun hech qachon katta gapirish kerak emas. Invalid deb yerga urib, soqov bu deb. Soqov emas meni bolalarim. Soqov bo'lsa qaniydi? Bu bir baxt agar soqov bo'lsa-da hamma narsani tushunsa. Meni bolalarim aqli zaif haqiqatdan. Ha, invalid meni bolalarim. Lekin boshqalarga og'irlik tushishini umuman xohlamayman farzandlarimga. Boshqalar kuyinishini ham xohlamayman. Mayli, meni farzandlarim invalid, kasal, aqli zaif, jinni deyshadi. Bu meni farzandim. Asosiysi sizlarga ziyoni tegmayapti farzandimni. Borib bolalaringizni urmayapti yoki sog'lom bolalarga o'xshab ko'chada so'kishib yurgan yo'q, urishib yurgan yo'q. Ular spokойный, og'ir, bosiq, hech kimga ziyon tegmaydigan haqiqatdan aqli zaif bolalar. Men hozir ishlamayman, chunki o'g'lim maktabga chiqqandan keyin qizim uyda. O'sha maktabga atkaz yozganimizdan keyin qizimga qaraydigan odam yo'q. O'g'lim obedgacha maktabda bo'ladi, olib borish kerak, olib kelish kerak uni. O'shaning uchun ishga chiqa olmayman hozirgi vaqtda. Amakimni qizlari, amakilarim, tog'alarim, xolalarim, ammalarim tashab qo'yishgan yo'q. Nima bo'lsa ham, Shahnoz kech bor bu bolalardan deb biron bir marta unaqa gap chiqqanini eshitganim yo'q. Bolalarim bir og'iz gap gapirsa, ular ko'zlariga yosh keladi, xursand bo'ladi, men bilan birgalikda Allohga shukrlar aytadi. Men hozir uyda ishlayman, to'g'ri. O'zim tanigan, yaqin ayollar bilan ishlayman. Chunki ular farzandimning kasalligini biladi. Ishlayotgan vaqtimda kelib kiyimimni almashtir yoki men bu kiyimimga suv tegdi yoki ovqat yegisi kelib qoladi birpasda. Kutib o'tiradi o'shalar. Ular yaqin bo'lib ketgani uchun, farzandlarim kasalligini bilgani uchun uyda ishlab turaman. Har doim emas, lekin ishlab turaman uyda. Meni ba'zi bir ota-onalarga murojaatim, vaqti keladi o'zini sog'lom farzandini urishadi, uradi, haqoratlar qiladi o'zini zurriyodini. Kasal bo'lib tug'ilgan farzandlarni o'sha bo'ldi, ota-onalar bir-biridan ayb qidirishni boshlaydi. Menda emas, senda ayb, senda emas, menda ayb. Shunaqa bir-birini ayblab oilalar buzilib ketadi. Bitta farzand orqasidan nechta oila buzilgan, kasal farzand orqasidan. Aytmoqchi bo'lganim, ota-onalar hammasi bu bola kasal tug'ildi degani bo'ldi, bolani tashlab yuborish kerak, kechib ketish kerak degani emas. Alloh shu farzandni beryaptimi, sinov sifatida beryapti. Ota-onalardan iltimos qilaman, farzandingizdan kechmang. Hech qachon qanday bo'lmasin, kim yomon gapiradi, kim bo'xton toshlarni otadi, tuhmatlar qiladi, sani gunohing bo'lmagan gap. Alloh faqat suygan bandasiga sinov beradi. Qabul qilinglar farzandinglarni, boricha qabul qilinglar.